Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilar. Mana xudo olsin navbatdagi passajirimiz ham to'g'rimiz ham o'tib oldilar. Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi bo'yicha. Assalomu alaykum tog'ajim, xush kelibsiz avvalambor. Qani Avaka Savio Surxondan bilet olib kelasiz, adashmasam bir necha marotaba. Qani ishonchliman ekan, tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman hammaga. Salomat bo'ling. O'rtoqlar, qo'shnilar joni sog' bo'lsin, sog'-salomat ishlayversin. Bu Surxon Avakasiga ishonchli. Gap yo'q. Sog' salomat nasib qilsin sizlar ham vatanimizga yetib borasan. Bugun Termizga uchasizmi? Termizga. Mana aka, pasadishni qilaman, pasport olasiga solib hozir o'tib ketaverasiz. Aziz vatandoshlar, hozir mana ko'rib guvoh bo'lyapsizlar. Bizlarga hamisha har doim hamma vaqt real informatsiya holatlarini sizlarga taqdim etib boramiz. Mana bugun 25-may chistosiga Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi Qanot Sharq aviakompaniyasining reysga registratsiya jarayonlari ketmoqda. Aynan shu reysga mana tog'amiz o'tib qoldilar. Ushbu videoning surat telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Avaka Savio Surxon sizlar uchun xizmatdamiz.